Shuningdek, tumandagi Bo'ston mahallasidagi mana bu mahalla guzarining foydalanishga topshirilishi hududdagi 100 nafarga yaqin aholining bandligini ta'minlashga xizmat qildi. Bu yerda mahalla yettiligi faoliyatini olib borishi uchun keng sharoit va bir nechta xizmat ko'rsatish shoxobchalari, jumladan 3 ta tikuvchilik sexi, maishiy texnikalarga xizmat ko'rsatish ustaxonasi va 2 ta o'quv markazlari, qandolachilik mahsulotlari ishlab chiqarish, savdo shoxobchasi, sport majmuasi va boshqa aholi uchun qulayliklar bor. Bizning Bo'ston mahallamiz, yo'llarimiz asfalt, tungi chiroqlar, ichimlik suvlari hamma sharoitlarni qilib berish reja qilingan. Mana shu aholining taklif talablariga binoan shu mahallamizda bir chiroyli katta mahalla guzari tashkil qilish taklifi berildi. Mana shuni aytdik. Bu 2025-yil aprelga bitish kerak edi. Muddatidan oldin ishga tushirildi. Mana bugun bizning mahallada quvonchli bir qo'shaloq bayram desak, mubolag'a bo'lmaydi. 100 ga yaqin aholimiz, yoshlarimiz ish bandligi ta'minlandi. Xizmat ko'rsatish sifatlari ortdi. Mana sharoitlar yettiligimizga hamma narsa jihozlari bilan ta'minlab berildi. Biz bundan xursandmiz. Buning uchun prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. Yangi yil bayrami oldidan joylarda shu kabi yangi uy-joylar foydalanishga topshirilyapti.